Yo'g'on ichak saratoni bo'yicha operatsiya bo'ldi, lekin operatsiyadan keyingi davr necha kun davom etadi. Bunga bir nechta omillar ta'sir qiladi. Birinchisi va eng asosiylardan biri bu, bizga bemor qanday ahvolda murojaat qildi. Ikkinchisi, operatsiya hajmi qanaqa bo'ldi? Oddiy standartmi yoki kombinirlashgan, ya'ni bir necha organlarni birdaniga qo'shib oldikmi? Uchinchisi esa bu qilingan operatsiya odatiy klassik usul bilan, ya'ni qorinni kesish bilan katta razmerdan ko'rishingiz mumkin yoki hozirgi zamonaviy usul laparoskopik usulda qilindimi? Bu ham juda muhim. Va to'rtinchi asosiy omillardan biri bu, ming afsus, bemorlarimiz bizga faqatgina onkologiya bilan emas, balki qo'shimcha surunkali kasalliklar bilan birga murojaat qilishadi. Bu hamma faktorlar yig'ilib turib, albatta operatsiyadan keyingi davrga ta'sir qiladi. Men albatta imkon bo'lsa, tarqalib ketmagan bo'lsa, bunaqa operatsiyalarni laparoskopik usul bilan o'tkazish tarafdoriman. Shuning uchun bu masala bo'yicha bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin, yordam berishga harakat qilaman.